Assalomu alaykum, hurmatli ota-onatli ayollarimiz, go'zal va latofatli opa-singillarimiz. Sizlarni bugungi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan O'zbekiston Iqtisodiyot Assambleyasi Iqtisodiy diplomatiya departamenti jamoasi nomidan samimiy muborakbod etamiz. Oshiqlaring poyingga gul otib ham bo'ldi, xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Avval kelay quchog'imga to'l balq dedilar. Unamading ayol o'zi ters xalq dedilar. Icholmagach yuz o'girib sho'r talq dedilar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen daryosan o'pganini qirg'oq yashirar. Juftim bo'l deb chopganini har tog' yashirar. Jannatim deb quvonmasdan qumloq yashirar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Asli bu bor ermaklarning borar yeri sen. Rostu yolg'on ertaklarning borar yeri sen. Asov odday erkaklarning borar yeri sen. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Chorlashganda sen kelsang, goh bekor kelsangda, mast davriga bir sarin yel, bir tor kelsangda, xor kelsangda, nomardlarga goh xor kelsangda, sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Qimtinasan, astagina ko'tarasan bosh. 1000 yillikdir ko'zingdagi jovdiratgan yosh. Gunohkorlar mingu bitta senga tegar tosh. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Muqaddas ayol.